Sizdan kim nikohga qodir bo'lsa, uylansin. Albatta u ko'zni to'suvchi va farzni saqlovchidir. Kim qodir bo'lmasa, ro'zani lozim tutsin. Bu uning uchun bichilishdir deganlarini eshitdim. Beshovlari rivoyat qilganlar. Ushbu hadisi sharifdagi nikohga qodir bo'lsa deb tarjima qilingan ibora arabchada bo'a deyilib, moddiy, ma'naviy va jismoniy jihatdan nikohga qodirlik ma'nosini anglatadi. Demak, shu ma'nodagi qudratga ega bo'lgan har bir musulmon uyli, joyli, oilali bo'lishga harakat qilmoqi lozim. Agar nikohga moddiy va ma'naviy jihatdan qudrati yetmagan, sarf xarajatni ko'tara olmaydigan yoki uylansa umr yo'ldoshiga zulm qilishdan o'zini to'xtata olmaydigan yoshlar bo'lsa, ro'za tutishi